Dadamni ko'chada yurishiga 500 ming 600 ming berib qo'ydi. Hamma pulni berib qo'ysam, ana ulfat qo'lay ketadi deydi. Maqtab barni yeb chiqib qo'yapti. 500 ming 600 kuniga 100 ming 150 ming to'g'irlab beradi. Bir haftaga 600 ming. Yana olaversin ustaga o'qiladi. Shunga hozir ustalarga deb aytib qo'ydi. Shunga boya 300 ming pul tashlayapti. 300 ming nima bo'ladi? Qizcha 360 ming bo'lar ekan. Bo'ldi aka deb yana tashlayoraman. Zakat, joy zakasi ko'p. Dadamni taniysiz-ku, dadamni aloqa qo'yib zobaring aka deyapti. Masalan, pul tashiyu aka deydi, masalan, yurishingizga hisob kitob qilib yo'l kira olib qo'yavering o'zi. Men shuncha oylik demayman. Tam ishlagan odam. Sen umring davomida bir marta unaqa chiqmagan, Rossiyaga chiqishga yo'qolsin ish bo'lmagan, bo'lmagan. Bu barqasiz. Yo'da azob ko'rma, yo'q bor. Turist bo'lib, ana dam olib bir hafta o'shani sog'inch bor, anaqa bor. Sal o'rtoqlar ham qadriga yetasan sizda. O'rtoqlar mas qilmaydi. Yetadi. Borib kelmoqman. Men senga bilan ichish deyapmanmi? Yo yuramga deyapmanmi? Bu mas tutmaydi, u tatib keladi. Mas boshqa bo'ladi, xohlasak. Ovoz o'chirib qo'yamsiz? Yo'q, ochiq. Tajma qilma chetda, O'zbeklar to'lyapti. Pomidor olganmisizlar, malgayskiy. Shu vaqtda faqatning Pomidor. Tamat bordir ichmoqchi. Hammasi ichida ikkita stok bor. Tashlab qo'ying ichga. Yo'q. Balg'aski, pomidor, kenano, tomatmas nima keladi. Ular katta-katta dungan qana bir borku, shundan 4 ta aytib qo'yganman, kelyapti hozir. senga men o'tda agregatlarini ham oldirib berdim. No, qalin balg'aski bor 4 ta, o'shani 4 ta aytdim. Yo'q, ikkitasi yetadi. Yo, 4 ta bo'lsa. Agregati o'rtami o'tda sen ketib o'rtaqdagi men senga agregatlar bilan qo'shib berdim. Hop, nechta otish bo'lyapti? 70 Sepni o'zi ana qolmadimi? 35 ta bu yoqda. Sepni o'zi qolmadimi? 60 Qo'rqmas, hozir yangi chiqibdi vitska. Juguli o'xshab turadi sana. Damas o'xshab turadi. Movi? Yedi. Kichkina minimi? Qarang, vitska narsa. Qana 5 minut. Sana chiqib ketyapti deyman. Qachga? Belarus. Bu yoqdan chiqyapti, qachga Belarus. U bitta Makkaga yuramaydi, qolgan hammasi yuraveradi. Makkani ko'r, Makkani bir marta Bir yarmiga qo'shib beradigan. Boya o'sha Belarus. Mana u 26. Ko'rdaman o'rta. Nima foydasi? ko'rda turib ketaman. Kechqurun 8 ga Foydasi. Qo'l boshqa anons yo'q. ko'rda turganda qorang ulan iching. Va deb qoladi. Dehqonchilik zo'rmi? Bularni dehqonchilik zo'r bo'lyaptimi? Ana shu bormasang, rahmat, baxtli bo'lsin. Rahmat. Hozirni Bo'l. Mas'uldoshlar xizmatda bo'ladi, xudo xolasa. Ha, futbol o'tirgan haydalanami? Ha, Dokuz 73 12. Yo'q, men hech nima aytdim. Bilaman. Kim ketamiz? O'ziga o'ziga qaytyaptimi? Bolalarım borda, keyin 76. Hozir ketaylik. 45.
Roma efir bo'lyapti. Ha, bir. Bir soat o'zing ko'rib ketir. Istamas ertaga abitaga ketsak unaqa. Ko'zdan ketyapsan. Kechirasiz. Anani ko'rib qoldim. Ruxsat bor. Pashkentga gapni o'zi. Kattalar shunaqa deydi-ku. Bahoni ham chiqaydir, bahoni sotmayapsiz. Kechirasiz. Hammalaringiz. Ne ishsi? Uni eshitmaysizmi dedi. Nega? Bay. Malyatchi o'tib desa, "Olloh jiyan" deyapti. Men qo'rqib shanda chiqqan gazini soldim. Biz malyatchi Hangamaydi, sen menga tushuntirib Nimaga mazza? Mazaq qilsin nima? Çay Ramazan mı? Dışarıda çay. Muzikani o'chiringlar. Nursulton ertaga tushadimi? 18 tushadi Nursulton Ro'zboyda. Nursulton Ro'zboy. Ertaga tushadi. Eshityapman-da, javob bermasdan u yoqda Bek. Hey. Ha, uxlaysizmi? Şer. Ertaga Nursulton Ro'zboyev tushadi. Voy voy, mashinada pichoq bormi? Yo'qdagi bir sashib so'rasizmi? Hozir qo'yamiz hammasini. O'zim pishib beraman bu. Yar bo'lardi. Siz siqlab bersiz bo'ldi. Assalomu alaykum do'stlar. Keling, boyaga keling, assalomu alaykum. Muammolar, bardan baqir. Bu jiyanim, nima bo'lyapti? Davolang berindi. Bormi Arun? O'zbeklar yozmagan. O'qib qoldi. Ronaldo'yim bormi? Ali bobo, zo'rmi? Assalomu alaykum. Do'stim. Alaykum, sog'liklar. Hadi qo'yadi yana. Va alaykum assalom. Sog'lik. Sen do'stim. Sog'liklar. Bardan baqir.